G'alatiroqmi yugurib yuribdi orqamdan. Siz bilishingiz kerak bo'lgan kerakli veb-sayt 8-qism. Bilasizmi, agar ushbu U oddiy afsungar emas. Bernardo Silva to Real Madrid. Here we go. Men har xil futbol muxlislarini ko'rganman, lekin bunaqasini birinchi marta ko'ryapman, to'g'risi akalar. Arsenalning muxlislarining ichida ham adekvat. Shuncha payt uylanmasliging sababi nima bo'lishi mumkin? Yoki birorta qizni buzib qo'yganmisan? Kuni kecha xilvat joyda 4 ta bola 4 ta qizni nima qilsa qilayotgandi. Ular kasal yoki ahmoq jinni emas, bo'lar bo'lmas narsalarga kulayotgandi. Bilishimcha 18 ga to'lmaganlar mast qiluvchi nimanidir chekkanmi yo bir-biriga er-xotindek munosabat zarracha ham ko'rinmadi ibohayol. Taxmin qildim ular balki sinfdoshdir. Bu xayolga ular qanday kelibdikan? Qiz bolani shu joygacha kelishiga ota-onasi qanday ruxsat beribdikan? Ayanchlisi fohishadek ko'rinmasdi. Do'stim bilan kuzatardik g'azabda biz. Uylanging ham kelmay qolar buni ko'rib. La'nat bo'lsin, to'rtovi ham o'rangan qiz. 5G tarmog'ini Italiya va Uxanda o'rnatishda. Nurlanishda. Amin. Voy. O'zim yig'ishtiraman, dadajon. Ya, kelin olganimiz esimizda yo'q. Qo'y. Endi kelin noto'g'ri tushunmaysiz. Bizning oilada qiz bo'lmagan. Mana shu 4 ta ho'kizdek bolalarni onasi tug'ib o'lib ketgan. Shunga bolalar uy ishlarini o'zlari qilib o'rganib qolishgan, refleks. Qo'li ketib qolaveradi. Mayli, o'zingiz yuving. Faqat idishlarni yog'lama qilib yuvmang, xo'p? Xo'p. Erta tong bilan Dilnavo. Ya, kelin turdingizmi? Yaxshi, malades. Bu qaynakalaringizni noto'g'ri tushunmang. Kecha aytdim-ku, qiz bo'lmaganiga bular ertalabdan turib ishlashga o'rganib qolishgan. Bizga dejavu bo'lib qolgan bu. Sizga bir non yopdim, kulcha non. Shuni bir tishlab niyat qilib yesangiz, tug'iladigan o'g'lingiz o'g'il bo'lib tug'iladi. Mayli, bering, o'zim supuraman. Bering, xotiningni o'zi supuradi. Qo'y. Sen bor, qaymoq olib kel. O'g'lim, o'tini yaxshi yoqmabsiz. Non qizarmadi. Tappi yo'q. Tappi qiling deyman-ku, o'g'lim. Onangiz yo'qligini bildiryapsiz, o'g'lim. Yo'q, yaxshilab yo'q, qolib ketyapti. Ha, dada, nima qilyapsizlar? O'zim qilaman-ku. Kelin. Endi noto'g'ri tushunmaysiz, siz kelmasingizdan oldin o'zimiz qilardik-da shunaqa ishlarni. Endi bizga deplyatsiya bo'lib qolganda bu ishlar. Mayli, keling o'zingiz qiling. Davay, yo'q. Sen chayasan, hayol surma. Dadajon, ha endi shuni qilmanglar, o'zim yuvaman-ku. Kelin, noto'g'ri tushunmang. Endi bizda qiz bo'lmagan-ku, o'zimiz kirlarni yuvorib, bizga zapadlo bo'lib qolganda. Ha, bering, o'zim yuvaman. Mayli, keling, yuving. Faqat bavida yuving, xo'p? Bu rahmatli onasi o'lishidan oldin aytganda. Faqat bavida kirlarni yuvinglar deganda. Sababi oq kiyimlarni oqartirar ekan, dog'larni ketkizar ekan, allergiya chaqirmas ekan. Ha. Yig'lama. Onangni eslatdim-a? Igna kirib ketmasin, ehtiyot. Dadajon, nima qilyapsizlar? Kelin. Ko'rpa qo'yamiz. Yo'q. Qaynukangiz yaqinda to'y-ku, shunga paxtasini almashtiraylik, besplashadli bo'lib ketibdi. Ha, bering, o'zim qilaman. Keling. O'zingiz qiling. Ehtiyot bo'ling, kelin. Hozirgi kelinlarni shunday qilib ishlatmasang, o'zidan bilib qilmaydi. Boshini jo'rtaga boshlab berasan, keyin o'zi xijolat bo'lgandan davom ettirib ketadi. Yana nima ish qildiramiz? Kompot yopib turaylik. Banka yopib turamiz. Menga qara. Sen jo'rtaga bankalarni yopib turasan, sen krishkasini yopib turasan, men pomidor to'g'rayman, xo'p. Men nima qilay? Sen bunisi ko'rinmasdan turchi nima deydi? Bori qo'rsan, bo'y onangni deb nimaga yig'lading? Onang o'lganiga qancha bo'lgansa, indinsa, onangni ko'rmagansan. U onasini ko'rmagan, yig'lab yotibdi. Qizilatirgul. Kolumbiyalik mutaxassislarning fikricha, K guruhida O'zbekistonning asosiy raqibi bu Kongo. Nega bunday deyishayotganini keyingi lavhada ko'ramiz. Bilasizmi, men hozir O'zbekiston haqida o'ylayapman. Ular Kolumbiyaga qarshi maydonga tushishadi, ularning murabbiyi Cannavaro va Cannavaro himoyaviy o'yin konsepsiyasini juda yaxshi biladi. Nafaqat himoyachi pozitsiyasida o'ynagan sobiq futbolchilik tajribasidan kelib chiqib, balki u bilan birga ishlagan murabbiylardan ham ancha narsalarni o'rgangan.
Carlos, men yuqorida aytganimdek, Cannavaroning bir intervyusini o'qidim va u guruhdagi raqiblarga qarshilik ko'rsata oladigan jamoaga ega emasligini aytgan. Ya'ni ular raqib hujumlariga bardosh berib, chuqur himoyada va tartibli o'ynab, qarshi hujum taktikasida o'ynashadi. Bu mantiqan to'g'ri, sababi ularda boshqa variant ham yo'q. O'ylashimcha, 3-o'rinni egallash uchun ularda bundan yaxshiroq boshqa variant yo'q. Menimcha ular aynan 3-o'rin uchun o'ynashadi, lekin bu bilan syurprizlar bo'lmaydi, bitta o'yinda ham g'alaba qozona olmaydi demoqchi emasman. Bu bo'lishi mumkin, bunaqasi futbolda ko'p marta bo'lgan. Va Cannavaro ham eng yaxshi 3-o'rinni egallagan jamoalardan biri sifatida chiqishni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Menimcha bu mutaxassis o'z jamoasining darajasini, Kolumbiya va Portugaliyaning kuchini va asosiy raqibi Kongo ekanligini biladi. Albatta, Kolumbiyadan, Portugaliyadan ochko tortib olishga harakat qiladi, lekin himoyaviy o'yin evaziga. Ya'ni men o'ylaymanki, O'zbekiston umuman hujumga o'tmasa kerak. Umuman. Kolumbiyalik O'rta. Keldingmi? Inson dunyoqarashi bir xil bo'lgan insonlar Meme sound effects. UI/. Biz bilgan Peter Pan aslida yaxshi bola bo'lmasa-chi? Keling, bugun biz mana shu haqida gaplashamiz. Ko'pchilik Peter Panni shunchaki uchadigan va hech qachon katta bo'lishni xohlamaydigan quvnoq bola deb o'ylashadi. Lekin internetdagi ba'zi bir qo'rqinchli teoriyalarga ko'ra, Peter Pan bolalarni Neverlandga olib ketadigan qahramon emas. Balkim ularni hayotdan olib ketadigan mavjud. Original kitobda muallif qahramon Peter Panni oddiy qahramon sifatida yozmagan. Dastlabki versiyalarda Peter Pan sovuqqon va juda xavfli qahramon edi. Hattoki kitobda bir jumla bor. Peter Pan bolalar katta bo'lishi bilan ularni yo'q qiladi. Ko'pchilik bu jumlani hazil sifatida Barselona va Atletico o'z tarkibiga Вот подумайте. Kunlarning birida podshoh o'z askarlari va vazirlari bilan ovga Sayohatchi hech lekin seva olmadi. internetni Breaking news, Real Nobody's ever seen a video of Schengen vizaga topshiruvdim, Yevropaga chunki bir marta ham chiqmaganman. Shuning uchun hozir sizlar bilan birga. Do'stlar, so'ning Qizlar yaxshilab o'tir. Atlanta United jamoasining bazasiga keldik. Aynan shu yerda O'zbekiston terma jamoasi o'z mashg'ulotlarini o'tkazadi. Bugun Atlantadagi ilk rasmiy mashg'ulot bo'lgani uchun bayramona tarzda o'tyapti. Muxlislarga ham tashrif buyurishga ruxsat berishgan, ochiq eshiklar kuni. Fabio Cannavaro ishtirokida kichik tadbir, u bilan suhbat o'tkazishadi va Avazaga Aziz Xo'jayev, Ufa prezidenti maslahatchisi ham shu tadbirda ishtirok etadi. Nike sizga oyiga mo'jizalar zamoni. $4000 to'lashini bilarmidingiz? Bilmasangiz obuna bo'ling, birga o'rganamiz. Birinchi navbatda siz Nike Affiliate degan saytga kirib olishingiz kerak. Bu yerda siz affiliate marketing biznesi orqali Nike mahsulotlarini insonlarga tarqatasiz, qo'llab-quvvatlaysiz va har bitta qilingan sotuvingizdan komissiya ishlaysiz. Zamonida dars. AQShda havo zo'r. 4 yilda bir futbol muxlislarini xursand. Mana qarang, chiroyliligini rozvoy eksklyuzivniy variant bo'ladi. Hop, buni yoniga mana shunaqa guldan qo'shib beramiz. Rangini qarang, bir-biriga tushib ketishini sizdan O'zichi qiz bola yigitini har narsaga ham rashk qilavermas kerak, uni tushunish kerak, поддерживать qilish kerak. To'g'ri aytasan, baribir. Uzr, soat nechida yetib bora olmaysizlarmi? Ha, конечно, mana soat 9:30. Voy. kerakmi soat so'rash yarim kechasi? Manda nima ayb qilsangiz mana bunaqa bo'lsa? Просто soat so'radim. deb tupuradi. O'zichi O'zingiz bilan tanishib ko'rgan. Bu videoni kechasi ko'rishingizni tavsiya qilmayman, chunki uxlolmay chiqishingiz mumkin. 1990-yillarda Yaponiyada klinik salfetkalari uchun bir g'alati reklama olingan. Ba'zi odamlar bu reklamani ko'rgandan keyin uxlay olishmagan va tushlarida ham bir g'alati qo'rqinchli narsalarni ko'rib chiqishgan. Hozir men sizga mana shu reklamani ko'rsataman. It's a fine day, people open windows, they leave their house, the sky
Reklamani ko'rsatgan barcha telekanallarga shikoyatlar tusha boshlagan. Keyinchalik yana mish-mishlar paydo bo'lgan. Go'yoki reklamada ishtirok etgan barcha vafot etgan degan mish-mishlar ham paydo bo'lishni boshlagan. Aslida esa bu afsona. Reklamada ishtirok etgan barcha sog'-salomat va hozir ham yashab yurishibdi. Internetdagi bu mish-mishlar creepypasta deb ataladi. Masalan, bu xabarni 5 ta odamga yubormasang, o'lib qolasan yoki senga nimadir bo'ladi degan xabarlarning barchasi creepypasta deb ataladi. Menga obuna bo'lib